Ko'rib turganingizdek, bu xonadonimiz ham boshqalariga o'xshab fayzli. Faqat o'zini farqi mana shu indiski ikkita zinapoyalarida. Juda ham hashamatli xonadonimiz. 2012-yillarda bunaqa xonadon trendga chiqqan boylarning xonadoni bo'lgan. Hozirgi kunda ham o'z kuchini yo'qotmagan. Ko'rasizlar, o'zini 9 xonasiga ega mana shu fayzli xonadonimiz bo'ladi. Mevali daraxtlariga ega, umumiy yer maydoni bo'lsa 7 sotuvni tashkil qiladi. Xonadonimizning bu tarafda ham binosi bor, 2 qavatli va sizlar turgan tarafda ham binosi bor. Uni ham alohida mana rakursda ko'rsatib ketaman. Xonadonimizning ma'lumotlarini aytib ketaman, qaranglar. Bu yoq birinchi qavatimizda bitta katta oshxona, ichida kladovkasi bor. Yon qismidan bo'lsa, kattagina ayvon joylashgan va ushbu ayvon orqali biz yana bitta xonaga o'tishimiz mumkin. Bu xonani xohlasanglar yotoqxona, xohlasanglar xolodniy xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ikkita xonamizning orasida bo'lsa, umumiy hojatxona va yuvinish xonalari joylashgan bo'ladi. Endi ushbu binomizning tepasi, ya'ni ikkinchi qavatga keladigan bo'lsak, bu tarafdan ham, bu tarafdan ham chiqsak bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda 6 xonasiga ega, bemalol ikkita oila mazza qilib sig'ib yashasa bo'ladi. Bitta-bitta tushuntiraman. Endi ichkariga kirib o'tirmadim, kadrlarni ko'rsatib ketaman. Hop, bu yoqdan zinadan chiqdik, bu tarafdan ham, bu tarafdan ham chiqsak bo'ladi dedim. 3 ta xonasi bor, bitta katta zali 12 ga 5 razmerda bo'ladi. Alohida spalnisi, sanuzeli bilan birga va kichkinagina bolalar yotoqxonasi bor. Yon qismidan xuddi shu razmerda, xuddi shu planirovka qaytarilgan. Remont faqat 2 xil. Bittasi savremenniroq, bittasi sal eskiroq degan bo'ladi. Ata ikkalasi ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Mebel texnikalari hammasini berib yuboramiz ishda, uy egalari. Bu binomizni sizlar bilan to'liq obzor qilib bo'ldik. Endi bo'lsa ikkinchi binomizni obzor qilamiz. Endi o'tdan yuraveraman. Aybki buyurmaysizlar. Qaranglar, bu yerda ikkinchi binomiz bo'ladigan bo'lsa, bu bir qavatli, o'zini 2 xonasiga ega. Bitta-bitta tushuntiraman. Bu yo'ligimizning o'zida, oshxonamiz qilingan alohida hol o'zida va chap tarafdan bitta mehmonxonamiz, zinadan chiqqanimizda o'ng tarafdan bo'lsa, kattagina yotoqxonamiz, ichida o'zini sanuzeli bor. Qo'lidan ko'rsanglar, ushbu sanuzilimizni tashqaridan ham eshigini qilib qo'yishgan. Bu yoqdan ham, bu yoqdan ham xod bor. Va yon qismidan yana bitta hovlimiz uchun umumiy hojatxona, yuvinishxona bo'ladi. Yon qismidan kladovka, ya'ni o'tda bemalol kotelnik foydalansanglar bo'ladi. Hozir ham AGV turgan ekan. Bu yoq binomiz tegida bo'lsa, yer to'lasi bor. Yer to'lamiz ham balangini ko'rasizlar, mana shu joydan boshlanadi, so'kil qismimizni. Xullas, o'tda banka-monka, mayda-chuydalarni hammasini joylashtirib qo'yishgan. Xonadonimizni sizlar bilan to'liq obzor qilib bo'ldik. Bitta narsani ko'rsataman, qaranglar. Fayz yana bitta ochib turadigan narsa. Mikroklimat. Sizlarga qanchalik ko'rinyapti-yu bilmayman, lekin juda ham salqin bo'lib turar ekan. Fayzini yana ham ochib turibdi. Turgan manzilimiz keladigan bo'lsak, Zangiota tumani ko'pchilik bilishadi. Bitonkadagi algoritm, avtosalon ro'parasida, Shakarchilar mahallasi o'zi ko'pchilik bilishadi. Narxini aytaman, 250 ming dollar bilan mana shu 7 sotuvli xonadonimizni baholashyapti. Ko'chadan mana fasadini ham ko'rsataman. 24 metr 9 xonaga ega fayzli xonadonimiz. Bu narxlardan albatta o't beradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.